Yoshlik bu o'lkan kuch-g'ayrat, yangilikka intilish, tadbirkorlik degani. Bilasizlarmi, u balandparvoz gaplar emas, 10 marta qaytarishga charchamayman. 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi, baribir Ulug'bek paydo bo'ladi, Beruniy paydo bo'ladi, Xorazmiy paydo bo'ladi. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Senga o'xshagan farzandlarim 3-Renessans poydevori. O'qinglar, intilinglar, marra sizlardiki, kelajak sizlardiki. Niyatlarimiz juda baland, rejalarimiz juda baland. Bu rejalarni bajarishda biz hammamiz birlashishimiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, qadrli ustozlar, mehribon ota-onalar va aziz bolajonlar. Sizlarni yoshlar markazimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun biz bir maskanda ikki muhim voqeani birlashtirgan holda jam bo'ldik. Bu inklyuziv ta'lim markazimizning 4 yillik faoliyati va ezgu inson, mehr timsoli bo'lgan Olanazar aka xotirasiga bag'ishlangan tadbirdir. Bayram muborak bo'lsin. Qo'shnilarimiz sizlar uchun davom etamiz. Rahmat. Aman aman oynalı, lezgi çalın oynalı. Aman aman oynalı, lezgi çalın oynalı. Oynamadan kalmasın devremizde oynalı. Oynamadan kalmasın şu devrede oynalı. Oho! İyi geliyor. Rahman. Keyfiyat yaxshimi? Hammangizga tabriklaymiz shunday yaxshilik bayrami bilan. O'ynaymizmi? Bo'ldi, davom qilamiz. Qo'shiqlarimiz qoldi. Lazzat qo'ynab kelamiz. Marhamat. Selamünaleyküm. Ben size piyanonun çalışını öğrenmesini söylerim. Bana pırıltısı tuğdayını. Esa faoliyat ko'rsatib, shu bilan birgalikda katta yutuqlarga erishgan bolalarimiz, yoshlarimiz bor. Mana shu yoshlarimizni hozir biz taqdirlab o'tamiz. Mana shu o'zlarining yutuqlariga biz mana ularni yana bir bora taqdirlab qo'ymoqdamiz.
Sizga bolsa men hazır beraber şimdi. Lekin şu beylerde temettü aytaman. Özümün namımla Respublika aytaman. Öz kasbini fidoyisi ko'krak insonlar bilan taqdir etdik. Bugun aytib qo'yaman, keyin kelib nishonni taqamiz o'zlari. Yuqoriroq ko'rsatish tilakdosimiz. Indiki unvonlarni inshaalloh Allohning o'zi amin deb Xudo xolasa shu prezidentimizdan olishni nasib etsin. Sog' bo'ling. Arkadaşlar, hurmatli mehmonimiz Bekzor aka, marhamat. Yordam bersangiz kerak. Bolajonlar, ota-onalar. Mana shu Iroda inklyuziv markazi faoliyati mana qanday iqtidorli, iste'dodli bolalarimizni jamiyatda o'z o'rnini topishiga yordam beryapti. Bundan biz barchamiz xursandmiz. Assalomu alaykum. Ota-onalar, aziz o'quvchilar, mana bugun Iroda inklyuziv ta'lim markazining a'zolari ustozimizga katta rahmat. Bolajonlar qanchalik sizni yaxshi ko'rishadi va Yönetkemen, Gülnakman, Şehirlerimden, Tetegar Kaleylamı Aylamamdan, Size bakımda sağ olmayı usulda. Adabiyot fan bo'lib, bolajonlaringizdan mana sovg'alar kelmoqda siz uchun. Bugunning darsi aytaveraman, chunki bu narsani aytmaslik kerakligini bu Allohning sunnati deb bilaman. Allohim shu kabi kuch-quvvatni yanada ko'paytirsin. Ilohim shu saxiy bayramdan bu hamisha bizlarni markazimizga qo'llab-quvvat bersin. Alloh bu safar qiynalmasdan Iroda markazining yillar davomida kelib, shunday bir yutuqlarga erishib bilganimizni ko'rdingizlar, ko'rib keldingizlar, ko'rmagan ota-onalarimizdan bugungi kunda ko'rsin. Uyda bolalarni o'tirmasin. Bunday bolalar xalqaro festivallarda oliy o'rin oladigan farzandlar chiqib turganini ko'zdan tushirib, shu tadbirni yo'lga qo'yib bersa, bunga erishishda bo'laman. Me'muriy ravishga yana bir bor kattalardan mas'ullik bildiramiz, chunki bugungi kunda biz uchun mana shu chiroyli binodan xona ajratib, bolalarimizni ko'chada qoldirmasdan mana shu yerda ijod qilishlarini katta yo'lga chiqib bergan yosh bo'lsam katta rahmat aytamiz. Umrlari ziyoda bo'lsin. Alloh berganimizda sog'lari qabul bo'lsin ilohim. Hamma hamkorlari, hamma biz uchun harakat qilayotgan volontyor ustozlar, hamma yaqinlarimga katta minnatdorchilik bildiraman. Sog' bo'linglar. Yoshlarimiz uchun mana bugungi kunda shart-sharoitlar yaratilmoqda, imtiyozlar yaratilmoqda. Buning uchun biz albatta